Sizlar ham banan sotib olsanglar o'zinglarni boydek his qilasizlarmi? Ha? Banan defitsit bo'lgan yoshligimizda. Men eslayman, birinchi marta bananni 5 yoshligimda Yangi yilda qo'shnimnikida ko'rganman. Televizordan reklamasi ketyapti unda. No, birinchi marta bananni ko'rganimda hayron qolganman. Takoy, nima bu dada, nima bu? Bumi bolam, bu banan. Yeb ko'rganmisiz? Ha. Germaniyada xizmat qilganimda armiyada yeganman. Men butun umr armiyaga borib xizmat qilib banan yeyishni orzu qilib yashadim, ishonasizlarmi? Keyin bilsam korzinkada ham sotar ekan uni. Ishoninglar, sizlar ham hozir ichida ko'pchilik nima u banan deb turibdi. Rostdan ham banan u faqat to'yda kelin-kuyovlarning stolida turardi-ku. Video kamerachi ham kelin-kuyovdan emas, birinchi banandan boshlardi-ku.